Davron Akbarning ikkinchi qism Milliy sertifikat kitobi 5-variant g'azal tahlili. Boshladik. Sahob Ermaski ko'krab, tog' zahar sori aylanmish, ki dudi og'i fig'onim falak tog'iga chirmanmish. Demak, osmondagi yurgan narsa, ya'ni oq u narsa u bulut emas deyapti. Bulut emaski, bu mening, ya'ni tog'ning uzra, tog'ning ustida aylanayotgan, ko'krab aylanayotgan bu narsa bulut emas deyapti. Bu deyapti, bulut emaski, bu mening dud afg'onim, ya'ni mening afg'on fig'onimdan, hijronim dastidan fig'on qilaverganidan mendan chiqayotgan dud u deyapti. Falak tog'iga chirmanmish, ya'ni falakning tog'iga chirmanayotgan narsa bu mening dodu fig'onim, bulut emas deyapti. Bir so'z bilan aytganda, aning iligidadir ko'nglimki, uning ko'nglida qo'lidadir mening ko'nglim deyapti. Ya'ni oshiq o'zining ko'nglini yorning qo'lida ekanligini aytyapti. Andin ayrila olmas, undan ayrila olmas, ya'ni qo'ldan ayrila olmaydi deyapti. Tamom ulkush masallik kim kishi tiliga o'rganmish, xuddiki bu kishining, biror bir insonning qo'liga o'rgatilgan kush kabi mening ko'nglim ham aning iligidadir, ya'ni qo'lidadir deyapti. 3-bayt. Kecha uyqu birovda bo'lmasa ne tongki. Bilamiz, g'azallarda ne tong birikmasi bu ajablanarli joyi yo'q, ajab emas degan ma'noni anglatadi. Demak, kechqurun kimgadir uyqu kelmasa, ya'ni kimdir uyqusizlikdan qiynalayotgan bo'lsa, buni ajablanarli joyi yo'q deyapti. Bunga sabab qilib, ko'yingda to'shanmish xorni ostona xorini yastanmish. Ya'ni bu kechqurun uyqusi kelmayotgan insonning uyqusi kelmasligiga sabab sening ko'yingda, sening o'yingda, sening fikru hayollaringda deyapti. Xor ostida, ya'ni tikanning ostida qolgan xoroni yastanmish, ya'ni qattiq yastanmish, bu yerda nimani yostiq kabi yotib olish, ya'ni qattiq toshni yostiq qilib yotib olib, ustidan esa xorni, ya'ni tikanni yopinganligi sababli. Xuddiki bu yerda endi oshiq, umuman uyg'oq insonlar hammasi yorning ishqida, ko'yida ustiga tikan yopib, boshiga qattiq tosh qo'yganga o'xshatilyapti. Uxlay olmaysiz, o'zini shunaqa his qilganligi sababli uxlay olmayaptilar deyapti. 4-bayt. Choqilg'on lamai husning manga qolmas asar boqi, birovga ne asar qolg'ayki barq o'tig'a o'rtanmish. Xo'p, choqilg'on yoritilgan degan, lamai husn sening yorug' yuzing xuddiki bu chaqmoqqa o'xshatilyapti. Bilamiz, chaqmoq bitta yarq bo'lib nima qiladi, yonib ketadi va ko'zni qamashtiradi. Demak, shu lamai husnini nimaga o'xshatyapti? Mana shu yorug' nurga o'xshatyapti. Bu nima deyapti? Menga asar boqiy, ya'ni undan iz boqiy menga qolmaydi. Bilamiz, chaqmoq bitta yorug' bo'ladi-da, o'chib qoladi. Shunga qiyoslayapti. Demak, birovga ne asar qolg'ayki, menga ham qolmaydi. Birovga qanday asar qolishi mumkin bundan deyapti. Barq o'tig'a o'rtanmish. Bu barq o'ti, ya'ni mana shu barq momaqaldiroqning uchquni. Mana shu uchqunga o'rtanishning nima hojati bor? Baribirga ham bu nima qilmaydi deydi, abadiy emas degan ma'no mavjud. 5-bayt. Raqibing ham, iting ham ko'ngilda dushmandir deyapti. Demak, yorni hattoki raqibi ham, it ham nima ekan? Oshiqqa dushman ekan. Dushman, bilamiz, mana bu ki o'zidan oldingi misrani oxirgi kesimiga, ya'ni nimasiga, kesimiga qo'shib o'qiladi. Raqibing ham, itim ham ko'nglimga dushmandir-ki deymiz. Tunlar to saharg'ach tortmish afg'onni kunganmish. Demak, mana shu raqib iti, yorning iti tundan sahargacha afg'oni kungarmish. Kungarmish degani bu nola qilish, xurish ma'nosida. Demak, yorning iti nimadan? Hattoki yorning iti ham yor sababli tundan tonggacha afg'on qilib chiqadi ekan. 6-bayt.
Jahon ahlida agar uyqu harom bo'lsa ajab ermas. Ki noz uyqudan ul kofiri beboy uyg'onmish. Jahon ahli, dunyo aholisi degan ma'nosi. Demak, gar shart nimasi shart bog'lovchisi qatnashadigan bo'lsa, uni bilamiz misrani oldiga boshiga qo'yib o'qiymiz. Agar dunyo aholisiga uyqu harom bo'ladigan bo'lsa, ajab emas. Ya'ni ajablanarli joyi yo'qki. Keyin ham oldiga qo'shamiz. Noz uyquda ul kofiri bebok uyg'onmish. Demak, ul kofiri bebok, ya'ni yorni nazarda tutyapti. Yor agarda noz uyqusidan uyg'onadigan bo'lsa va u yorni ko'rganlik sababli dunyo aholisiga endi nima bo'ladi ekan? Uyqu harom bo'ladi ekan. Ya'ni bu degani ko'zlariga uyqu kelmaydi, yorni o'ylayverganligidan degan ma'no bor. 7-bayt. Meni oshuftani ul turaddun qilmoq xalos ermaski, jonim rishtasi birla aning har tori to'lganmish. Men oshufta holni ul turadan, ya'ni ul go'zaldan xalos etib bo'lmaydi. O'lmas so'zi bo'lmas tarzda o'qiladi. Xalos qilib bo'lmaydi deyapti. Ya'ni xalos qilib bo'lmaydiki, jonimning rishtasi, jonimning iplari uning har bir sochdagi tori bilan to'lgan, ya'ni bog'langan degan ma'no bor. 8-bayt. Zamonaga bo vujudi bevafolik tan qilmangim. Zamona ahlidan rasmi vafo bobinda saylanmish. Xo'p, zamona bo vujudi. Zamonaga, ya'ni zamon insonlarga bo vujudi so'zi bu yerda bo vujudi bilan degan ma'noda keladi. Demak, bevafolik bilan zamona insonlariga ta'na qilmang, ya'ni ayb to'nkamang deyapti. Zamona insonlari, ya'ni zamona ahli vafoni odat qilib olganlar o'zi asli. Ular bevafo emas deyapti. Insonlarga qarab aytyapti bu yerda. Demak, bu yerni tashqi ma'nosida emas, ichki ma'nosiga qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi asl yor o'zi kim? Alloh hisoblanadi. Keyingi baytimiz: Manga zutxi riyoli xirqasidan ul palos ortiqki, 100 qatla fano dayrada mayloyga bulg'anmish. Manga deyapti, zutxi riyo xirqasi, ya'ni bu yerda zutxi riyo xirqasi xo'ja ko'rsinga degan ma'noga aytilyapti. Menga xo'ja ko'rsinga nima qilishdan ko'ra bitta bir palos ortiq deyapti, ya'ni oddiy bir palos ortiq. Xirqa bu yerda nimani to'n ma'nosida tushunamiz. Riyoyi xirqa esa juda hashamatli nima ma'nosida, kiyim ma'nosida keladi. Menga xo'ja ko'rsinga ko'ringan, ya'ni tashqi tarafdan kiyilgan bu riyoyi xilqadan ko'ra oddiygina nima bo'lsa ham palos ortiq. Ya'ni palos bu bilamiz juda arzon nimada mato deymizmi? Endi bu yerda o'z odatda palosni to'shiladigan narsa sifatida tushunamiz. Bu yerda manimcha kiyim ma'nosida kelgan. Xo'p, qisqasi arzon bo'lsa ham shu palos ortiq kiy deyapti. 100 qatla fano dayrida may loyga bulg'anmish. Bu yerda fano dayri mayxona ma'nosida. Ya'ni mayxonada loyga bulg'anib yotganim afzalroq degan ma'no bor. Endi bu baytni umumiy g'oyasiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda ko'rona, umuman tashqi jihatdan o'zini e'tiqodli ko'rsatadigan va o'zini nima oladigan insonlar tashqi diniy nima desak, taqvodor ko'rinadigan, bir so'z bilan aytganda, tashqi tarafdan qaraganda taqvodor ko'rinishga harakat qiladigan, o'zi asli qalbi kirlanib yotgan, nimaga kibrga to'la insonlardan ko'ra, ya'ni shunaqa inson bo'lishdan ko'ra deydi, mayxonada hattoki may ichib loyga bulg'anib yotish ham afzal deyapti. Qalb insonda muhimi nima deyapti? Qalb deyapti. Keyingi baytimiz, qisqasi bu yerda
ko'z bo'yamachilik deymizmi, 200lamachilik qoralanyapti. Xo'p, 10-bayt. Xushomug'daylikim bir damda aylar muflisi rasvo, birov kim umrlar ham moli ham nomus qo'zg'almish. Xo'p, bu yerda xushomug'daylikim. Xo'p, mug' bu majoziy otashparast ma'nosida, ya'ni nasroniy ma'nosida tushunamiz. Bu yerda ikki xil ma'no bor. Dunyodan kechish, ya'ni mug'daylikim. Majusiy nimada? Inson yillar davomida dunyo matohi va jamiyatdagi o'rnini asrab avaylashi, umuman oshiqlar mayxonasi naqadar ajoyib joy degan. U yer bir lahza ichida shunday odamni bor buzidan ayirib sharmanda qilib qo'yadi. Butun odam umri davomida mol dunyo e'tibor yig'ish bilan band bo'lganligi. Bu yerda qaranglar, mug'dayrikimni oshiqlar mayxonasi ma'nosida tushunamiz. Xushoni esa ajoyib degan bilamiz, ajoyib ma'nosida keladi. Demak, xushomug'daylikim, ya'ni oshiqlar mayxonasi naqadar ajoyib deyapti. Bir damda aylar muflisu rasvo. Muflisu degani kambag'al faqir. Bir damda, ya'ni bir lahzada insonni nima qiladi? Kambag'al faqir rasvo qiladi. Birovni kim? Ya'ni birovlar kim? Umr ham mol va nomus qo'zg'anmish. Ya'ni insonni deyapti, umr bo'yi nomus, mol yig'gan, shu paytgacha yig'gan molini, nomusini bir daqiqani, bir damning ichida nima qiladi? Muflis va rasvo, ya'ni kambag'al faqir qilib qo'yadi. Shu narsalardan bebahra qilib qo'yadi. 11-bayt. Navoiy qaranglar, bu yerda mug'daylikimni asl ma'nosi o'zi Allohning huzuriga ketish. Alloh bu mayxona tashqi tarafdan mayxona deb tahlil qilinadi, lekin o'zi asli u yerda Allohning huzuriga ketish, Allohning nimasidan bahramand bo'lish ma'nosida tushunamiz. Bilasizlar, inson nima qiladi? Vafot etgandan keyin, o'zga olamga ketganidan keyin, ya'ni shunaqa qarashlar bor. Bu dunyoda o'zi umuman qilgan hamma ishlari, nomusi bo'ladi, moli, dunyosi bo'ladimi, hammasini nima qiladi? Bir soniyaning ichida tark qilib o'zga olamga ketadi. Bu yerda ham shunaqa ma'no bor. Ya'ni mayxonaga kirsangiz ham ikkalasi o'xshatilyapti. Mayxonaga kirsangiz ham or-nomusingiz, topgan pulingiz bir tiyin bo'ladi va boshqa dunyoga ketsak ham ularni tashlab ketamiz degan ma'no bor. Ya'ni umumiy ma'nosi bu yerda dunyoning o'tkinchi ekanligi. 11-bayt. Navoiy zuhd harfin tavba qilsa ey riyo ahli, anga kelmas o'lim bir hargiz gar aytmish tonmish. Xo'p, bu yerda Navoiy o'ziga o'zi murojaat bilan boshlanadi. Menga deydi, zuhd harfin, ey riyo ahli deydi. Ya'ni bu yerda riyo ahli nima ma'nosida? Riyokor shaxslar ma'nosida, yuzaki dindorlar ma'nosida kelyapti. Ey riyo ahli deydi, menga deydi, odamlarga ko'rsatish uchun qilingan soxta taqvodorlikdan ko'ra deydi. Odamlarga ko'rsatish uchun qilingan soxta taqvodorlikdan ko'ra zuhd harfin, ya'ni fano dunyodan, o'tkinchi dunyodagi mayxona 100 marta ortiqroq degan ma'no bor bu yerda. Zuhd harfin tavba qilsa ey riyo ahli, anga kelmas o'lim bir hargizi harzani gar aytmish tonmish. Qisqasi bu yerda yana shu soxta dindorlarga murojaat qilyapti va bu nimadan? Menga anga kelmas o'lim bir lahza gar aytmish tonmish. Demak, qisqacha tadbiri shunaqa edi. Savollar bilan tanishadigan bo'lsak, 28-savolda g'azal haqidagi to'g'ri hukmlar so'ralgan bizdan. Raqib va it obrazlari oshiq uchun sodiq hamroh sifatida talqin qilingan. Xo'p, raqib va oshiq uchun sodiq hamroh sifatida emas.
Demak, shu baytga qaytamiz. Bu yerda raqib ham, iting ham ko'yingda dushman menga deyapti. Sherik demayapti. Menga qanaqa deyapti? Dushman deyapti. Noto'g'ri. Sodiq hamroh emas, unga dushman bo'lyapti. Oshiq tunda osoyishtalik topib, sahargacha tinch uyquga ketgani tasvirlangan. Yo'q, hech qaysi baytda unaqa holat berilmagan. Oshiq, misol 2 baytda berilgan bo'lsa ham, ikkalasida ham oshiq bedor holatda berilgan. Javob: zamoni bevafo ekanligini aytib, insonga vafodorlik namunasi sifatida baho berilgan. Yo'q, zamonni bevafo demadik. Mana zamonaga bu vujud bevafolik ta'na qilma. Demak, zamonaga, ya'ni zamonga bevafo deb ta'na qilindi, lekin u asli nima ekan? Vafoni rasm qilib, odat qilib olgan ekan. Xo'p. Riyokor bo'lib yashagandan ko'ra faqirlik asosida kun kechirish afzal. To'g'ri, bu ikkala baytda asosiy mana bu baytda berilgan. Mana 9-chi palos ortiq menga faqir bo'lib yashash degan ma'nosi bor. 29-savol. G'azalning umumiy baytlari haqidagi xato hukm kerak endi bizga. Osmonni qurshab olgan bulut emas, bu oshiqning oqlari. To'g'ri, bu 1-baytda berilgan matlada. Sahob ermaski, ko'klab tog' zahar sor aylanmishki, dudi og'i afg'onim falak tog'iga chirmanmish. To'g'ri bu javob. Bu javob: zamona shunday bevafoki, undan juda ko'p odamlar jabr ko'radi. Xo'p, yo'q, yana boya aytdik, zamonni bevafo demadik. Bevafo deb o'ylayotgan, unga ta'na qilayotgan edik, lekin u vafoni odat qilib olgan ekan. Mana shu joyi noto'g'ri. Demak, bu javob bo'ldi. S va D qaysi baytlarda bor ekan ko'ramiz. Oshiq tikan to'shakda, qattiq toshdan bo'lgan yostiqda yotishga mahkum. To'g'ri, bu 2-baytda berilgan. Mana aning yo'q, 2-bayt emas, 3-bayt ekan, uzr. Kecha uyqu birovda bo'lmasa ne tonku, u ko'yingda to'shanmish xorni ostiyayu, xorni ostiga qilish, to'shak qilish ma'nosida. Xoroni yastanmish, ya'ni qattiq toshni yostiq qilish. Javob: noz qiluvchi yor uyg'onsa, uning oshiqlariga uyqu harom. To'g'ri, bu baytimiz ham bor. Mana 6-baytda berilgan. 6-bayt. 30-savol. G'azal baytlarida ishtirok etgan she'riy san'atlarni aniqlashimiz kerak ekan. Xo'p, husn dalil baytdagi fikrlarni chiroyli dalillash bor. Aynan 1-baytda bor. Demak, osmondagi bulutning bo'lishi, tog'ning uzra aylanishi bu tabiiy holat. U yor u yerdagi bulutni bulut emas, nima deyapti? Oshiqning ohu firoqlari, ya'ni mening dudi ohim deyapti, hijron azobida chekayotgan. Ishtiqoq baytda asosdor so'zlardan foydalanish. Bu ham mavjud. Ishtiqoq. Xo'p, mana 8-baytda bor. Bevafolik va vafo so'zlari o'rtasida nima bo'lyapti? Ishtiqoq she'riy san'ati shakllanyapti. Irsoli masal yo'q. Biror bir maqol masal keltirilmagan. Shunda 1-2 to'g'ri javob A bo'ladi. 31. G'azal baytlari ilgari surilgan mazmun so'ralgan 31da, ya'ni to'g'risi 1-baytda peyzaj orqali tabiatning bor go'zalligi yo'q, tabiatning go'zalligi emas, u yerda oshiqning holati tasvirlangan. Ketdi. 5-baytda ijtimoiy siyosiy mazmundagi mulohazalar. O'zi bu g'azalda ijtimoiy siyosiy holat yo'q. Ijtimoiy siyosiy holat odatda qachon bo'ladi? Qachonki biror bir podshohga pand nasihat ruhida xalqning podshohdan noroziligi bayon etilgan bo'lsa, shunaqa holatlarda ijtimoiy siyosiy mulohaza bo'ladi. Bu g'azalda o'zi umuman yo'q. 8-baytda ijtimoiy didaktik mazmundagi mulohazalar ifodalangan. Xo'p, 8-baytga qaytaylikchi. Zamona bovujudlik bevafolikdan qilmaki, zamona ahlidan rasm vafo bobinda. To'g'ri, ijtimoiy didaktik, ya'ni bu yerda tarbiyaviy ahamiyat. A javob: 2-baytda qo'llangan tashbih orqali oshiq yorning qo'liga o'rganib qolganligi. Xo'p, 2-baytda tashbih she'riy san'ati bormi? Aning ilgidadir ko'nglimki, andin ayrila olmas, tamom ul qush masaldir kim? Ya'ni qushga misol qilyapti. Kishi ilgiga o'rganmish. To'g'ri. Masaldir kim, misol kim, misoli nimasi bor? Tashbih vositasi qo'llangan, aynan shu orqali tashbih ekanligini bilamiz va aynan yorning
qo'liga o'rganganligi ham aytilgan. To'g'ri javob A bo'ladi. 3-baytda qo'llangan tajnis san'ati ma'naviy bo'yoqdorlikni oshirgan. Demak, 3 ta tajnis yo'q albatta. 7-baytda qo'llangan tashbih, 7 da ham tashbih yo'q. D javob. 9-baytda qo'llangan tamsil ham berilmagan, ya'ni hayotiy misol manimcha. Xo'p, shunda to'g'ri javob A bo'ldi. Tahlilimiz shu yerda tugadi. Shu va shu kabi qiziqarli ma'lumotlarga, g'azal tahlillariga kuzatib borishni xohlasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.